Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, Enerex Motor Center YouTube kanali obunachilari. Mana sizlar uchun har xil turdagi 3 bo'lmaga tricykellarni mana Optim joyida va o'zimizda premium xitoydan olib kelinadi. Mana korobkalarda keladi. Shu yerda tomlari, qolgan joylari yig'iladi. Qolgan joyi pastki qismlari tayyor yig'ilgan holatda keladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Yangi mana patcheri butun ochilmagan mana. Yangi yig'dirib mana do'konga olib chiqyapmiz hozir. Joylariga unaqa nimalardan qo'yib kir bo'lmasligi uchun himoya vositalari qilinyapti. Bu skuterimizni ko'rishingiz mumkin, o'zimni ko'rsataman bitta. Tomli yangi variantda bu. 5 ta 32 kilometrdan bo'ladi. Motor yana 1000 vattli bo'ladi. Yurish tezligi 35-40, 60-70 kilometrgacha yoz kunida masofa bosadi. Balon razmerlari 300 ga 10 bo'ladi. Orqasi qo'shimcha kartinkalari ham bor. Yuk solish uchun. Keyin bundan tashqari sidnasini tagida ham yuki bor, yuk olishga joyi bor. 2 kilo yuk ko'taraveramiz mana. Akamada miyalar metda joylashgan sidnasi deydi. Ba'zi ko'rishingiz mumkin. Elektronik tablo, qo'l tormoz, ключаторlar, fara, pоворот, signal, задний перевод. Pultlar ikkitadan, kalit ikkitadan, tormoz pedal bor yoqda, dvorniki, USB zaryadka qiladigan joy, pastdaganlik, telefon joyi. Bakoylar ko'rishingiz mumkin, yangi dizaynda ishlangan. Oldin LED faralari. 3 xil rangi bor, ko'ki bor. Maloshnisi bor, bardovoyisi bor. Mana silinlarni farqi bor. Seriya bardovoy, shu ko'kka seriya bilan. Bundan tashqari mana tashqarida kichkinalari ham bor, ochiqlari. Har xil ranglarda. Narxlarni kommentariy yozsangiz, javob yozamiz narxlarni. Orasida nomerlar qoldiramiz pastda. Shu nomerlar chiqishi mumkin aqlga. Akram aka xizmatda ishlatdim.